Assalomu alaykum hammaga. Bugun biz kimyo jarayonlar bo'limidan reforming jarayonini o'rganamiz. Ma'lumki, reforming jarayoni past oktanli benzindan yuqori oktanli benzin olish jarayoni hisoblanadi. Ushbu jarayon qanday qurilmalarga ketishini, jarayon qanaqa tarzda borishini hozir o'rganamiz. Mana bu yerdan resaykl gaz kelgan. Resaykl gazni tushuntiraman nimaligini. Resaykl gazi vazifasi bu yerda mana bu yerdagi birlamchi benzinimiz, ya'ni rectifikatsion kolonnadan chiqqan benzinimiz birlamchi benzin hisoblanadi. O'shani reaktorlar ichida tashish uchun ishlatiladigan gaz. Mana bu yerdan esa mana nafta deb qo'yibdi. Yevropa va Amerika standartida birlamchi benzinni nafta deb ataladi. Nafta mana ko'k rangda bu yerda resaykl gaz bilan birgalikda harakatlanadi. Resaykl gaz atmosfera bosimi yuqori, mana 45 atmosferagacha, bu esa naftani transfer qilish uchun, tashish uchun foydalaniladi. Asosiy tarkibini yozyapti. Mana etan, propan, butan va vodorod ham mavjud. Hozir tushuntiraman qayerdan kelgan bu gazni. Mahsulotlar mana bu yerda qiziydi. Qizigan mahsulot pechga kiradi mana. Ya'ni birlamchi benzin pechga kiradi. Birinchi pechimiz bu. Harorat 405 gradusdan 525 gradusgacha ko'tariladi. Mana birinchi reaktorimiz, ikkinchi reaktorimiz va uchinchi reaktorimiz. Reaktor orasida mana pechlar mavjud. Mana uchinchi pechimiz va ikkinchi pechimiz. Tushuntiraman. Reaksiya reforming jarayoni endotermik hisoblanadi, ya'ni issiqlik chiqish bilan emas, yutilish bilan ketadi. Har bitta reaktordan chiqqan mahsulot haroratini yo'qotadi, natijada pechda qizib, yana reaktorga kiradi. Mana mahsulot pechda qizyapti. Qizib, birinchi reaktorimizga kiryapti. Harorati 405-525 gradus atrofida. Ushbu reforming jarayonida asosan platina, palladiy katalizatorlari ishlatiladi. Mana katalizator qatlam. Katalizator regeneratsiya qilinadi kislorod bilan, ya'ni kokslar olib tashlanadi. Qachonki u ishdan chiqsa, katalizator tuyunsa va ikkinchi pechga kiryapti. Sababi mahsulot soviydi reaksiyadan keyin, endotermik reaksiya. Uchinchi pechga kiryapti va bu yerdan qizib, uchinchi reaktorga kiradi mana. Qizigan holatda uchinchi. Harorat olsa reaksiya ketadi. Reforming jarayoni ketadi. Mana. Bu yerdan chiqqan mahsulot mana harorat juda yuqori emas, endi lekin haroratni birlamchi mahsulotga berib, sovutgichga boradi, bu yerda soviydi va sovigan mahsulot mana separator qurilmasiga bordi. Separator qurilmasida tushuntiraman, ya'ni mahsulotlar fazalarga ajratiladi. Yuqori oktanli benzinga aylanadi. Uchinchi reaktordan chiqqan ekan mahsulot. Shu yuqori oktanli benzin pastga yig'iladi. Resaykl gaz, ya'ni shu reaksiyada hosil bo'lgan gazlar, vodorod desak yoki etan, propan va butandan iborat gazlar yuqorida harakatlanadi mana. Mana bu yerda nomi ham berilgan, vodorod va resaykl gaz. Hozir vodorod qayerdan ekanini tushuntiraman. Kompressorga kiradi, bosim oladi 45 gradusgacha. Ushbu yuqori bosimli gaz bizga shu reaktorlar ichida birlamchi benzinni harakatlantirish uchun kerak bo'ladi. Mana bu yerdan chiqqan yuqori oktanli benzin 38 gradusda mana stabilizator kolonnasiga kiryapti. Bu yerda benzin tarkibidagi gazlar, ya'ni LPG deydi, propan, butandan iborat gazlar ajratiladi mana. Tarlinkalarda ajratib yuqorida harakatlanadi mana. Etan, butan yoki propan mavjud. Pastdan esa stabil holatdagi yuqori oktanli sonli benzin chiqib ketadi mana. Reformat deb ataladi. Keyingi jarayonga boradi, gidrotozalash jarayoniga boradi. Endi oktan soni haqida ham aytib o'taman. Oktan soni bu benzin sifat ko'rsatkichi hisoblanadi. Birlamchi benzinda, ya'ni rectifikatsion kolonnadan chiqqan benzinda oktan soni 20 dan 50% gacha bo'lishi mumkin massa olishda. Bu degani, masalan, o'rtacha biz 35 deb olsak, 35% asosan izoktan va benzindan iborat oktan hisoblanadi, ya'ni oktan sonini oshiruvchi moddalar hisoblanadi. Qolgan 65% to'g'ri zanjir birikmalar yoki to'g'ri holatdagi oktan hisoblanadi, izoktan emas oktan. Va shuningdek, siklogeksan hisoblanadi. Ushbu moddalar
oktan soni sifatini tushiradi, ya'ni oktan soni hisoblanmaydi. Biz 3 ta reaktorga tiqqanimizdan keyin, platina paradiy katalizatordan o'tgandan keyin reaktorlar ichida o'sha qolgan sikloalkanlar ham, masalan, siklogeksan deyotgan bo'lsak, benzolga aylanadi yoki to'g'ri zanjirli birikmalar ham izoktan holatga o'tadi. Natijada oktan soni 95% gacha ko'tarildi. 95% massa ulashda bu yerda benzol va izoktan aralashmasi mavjud degani. Ushbu ikkita modda oktan soni sifat ko'rsatkichi hisoblanadi. Qolgan 5% esa mana reaksiyaga kirishmagan gazlar yoki reaksiyaga kirishmagan gazlar deb to'g'ri zanjirli birikmalar yoki siklogeksanga o'xshagan sifatsiz moddalar hisoblanadi. Siklogeksan benzolga aylangan payti oktan soni oshadi, shu o'rinda vodoroddan ajraladi katta miqdorda mana. Vodorod ajralgani bir qismi olinadi vodorodda, bir qismi resaykl gaz sifatida beriladi. Reforming jarayoni haqida